Assalomu alaykum do'stlar. Men Jamol aka Arash shifoxonasiga kelgandim. Ikkinchi bo'g'im artritlar bilan poliartrit ikkinchi bosqichi bilan kelgandingiz a? Hozir bir kurs tugatdingiz, xudo xolasa. tugatdim. Ikkinchisiga keldim. Mana oyoq qo'llarim o'nni o'rdi, so'ylarim qaqshab o'rdi. Keyin belimda ham girja bordi, oyog'im tortib o'rtardi, bo'ynim o'rdi, qo'llarim o'rdi. Hozir deyarli hamma bo'g'inlarda og'rig'ingiz bor edi siz a? Og'rig'im bor edi. Ikkinchi kursda farishta 100% ga o'zgardim. Og'riqlar qoldi, Xudoga shukr. Hozirda og'riqlaringiz yo'q sizda. Yo'q, og'riqlarim yo'q. Og'riqlar ancha qiynar edi, ertalab turganda qiyinchilik bo'lar edi. Sovuqda yomon, suvayim qaqshab o'rdi. Kech payt o'rdi, sovuqda oyoqlarim orqasi totib o'rdi, oyoqlarim uch o'rdi, qo'llarim. Hozir ancha zo'r, yaxshi bo'lib ketdi. Og'riqlar deyarli yo'q hozirda sizda. Yaxshi, xursandmisiz axir? Ha, xursandman. Kim tufayli keldingiz bu yoqqa? Kim jo'natdi sizni? Bu yoqqa shu Telegramdan asalari shifoni topib. Ha, Telegram orqali kelgandingiz a? Yaxshi. Alloh shifosini bersin. Poliartritlarga tavsiya qilasizmi olajamizni? Ha, kimda poliartrit qo'llari olsa, mana shu Jamol akani shifoxonasiga kelaveradi. Asalari zo'r. Shifo ekan. Alloh shifo bersin, sog'ayib ketinglar. Yana ham xudo xolasa yaxshilanib boraverasizlar. Rahmat.